2 yoshli bola bir kunda 1 litrgacha sigir suti ichishi natijasida boladan anemia kelib chiqqan. Qabulimga 2 yoshli qizaloqni ota-onasi olib kelishdi. Ularning asosiy shikoyati bolada nima? Tez kasal bo'ladi bola. Bundan tashqari juda ham ko'p uxlashi, holsiz, tezda charchab qoladi, hamma mahsulotlarni yemaydi, go'shtli mahsulotlarni ayniqsa yeyishni xohlamaydi. Bundan tashqari lekin bolada infeksion qanaqadir belgilar yo'q, harorat yo'q, bola umumiy holati yaxshi. Bundan tashqari keyin yurak urishini juda ham tezligini ota-ona o'sha ko'targan vaqtida sezishgan. Biz bolani analizlarga tekshiruvlarga ham yubordik. Bunda asosiy biz umumiy qon tahlili ferritin miqdorini ko'rganimizda bolada gemoglobin miqdori 81 chiqdi. Normal bolada 110 dan boshlanishi kerak. Gematokrit miqdori ham juda past, 28, ferritin miqdori esa 5 degan ko'rdik va natijada bolani yanada surishtirganimizda nima sababdan yana kelib chiqqanini aniqlash uchun bola 2 yosh bo'lib turib sigir sutini juda ham ko'p miqdorda iste'mol qilishi, bir kunda 1 litrgacha sigir sutini iste'mol qilar ekan. Va bu uzoq vaqtdan beri, deyarli 1 yildan beri, chunki 1 yoshgacha ona suti bilan oziqlangan, undan keyin doimiy shu sigir suti bilan ko'p miqdorda yana iste'mol qilgan. Va biz davo taktikasini boshladik bolada. Tekshiruvlardan keyin asosiy bu ratsionini to'g'irlash, albatta sut mahsulotlarini, ya'ni sigir sutini kamaytirish va go'shtli mahsulotlarni, temirga boy bo'lgan mahsulotlarni ko'proq kiritish ratsioniga va temir preparatlarni kamida 3 oy davomida, ya'ni 3 oydan 6 oygacha bo'lgan muddatda beradi.